Обязательно losyon, toner olganinglardan keyin ishlatinglar 2 mahal. Bularni vazifasi o'sha po'ralarni ichini tozalab beradi-da, surayotgan kremlaringizni effektini tezlashtirib beradi. Sivrotkalar o'ta muhim ahamiyatga ega. Sovuvishgandan keyin обязательно sostavida gialuronkasi bor bo'lgan sivrotka tavsiya qilgan bo'lardim. Agar juda ham tezlik bilan effekt berishni xohlasanglar, La Roche'kini olsanglar mumkin. Bu gialuronkali sostavda B5 bo'ladi. Terilarni ham namlantirib beradi va epidermis qavatini zo'r qilib beradi, ya'ni восстановить qilib beradi. O'shaning uchun men La Roche ishlataman. Agar sizlarga u qimmatli qilsa, La Roche o'zi qimmatroq brend yoki unda bu variantini ishlab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Suv tushgandan keyin обязательно kremlarni sostaviga ahamiyat beringlar. Sostavda обязательно gialuronkasi, niacinamid va ceramidlar bo'lishi kerak. Hozir men sizlarga ikkita krem tavsiya qilaman. Именно qish paytida yuzinglar umuman qurib ketmaydi.